Salom hammaga, Hansol o'tganiga xush kelibsizlar. Qarorchi, bugungi o'yinda nima o'ynaymiz? Repo o'ynaymiz, ko'rib turganlaringdek. Repoda qarorchi akalar yangi kontent yo'q. Bu endi yangi emas, O'zbekistonda o'xshamay qolgan. 500-levelgacha bormoqchiman akalar repoda. Xudo xolasa, ash 3 kun, 2 kunda bittadan video qo'yib boraman. Orada boshqa let's playlar ham bo'ladi. Ya'ni boshqa o'yinlar ham bo'ladi. Xudo xolasa, kanalimiz obunachilari 50 dan oshgandan keyin balki stream ham qilarmiz. 3 soat, 4 soat, 2 soat stream qilib bir gideta 10 ta, 15 tadan level plus 2 oyda ichida akalar 500-levelgacha bormoqchiman repoda. 2,5 oy bo'lib qolishi mumkin edi, gideta 2 oyda. Qarorchi bo'lsam, bismillahirrohmanirrohim boshlaymiz akalar mana. Repo kontentimizni boshlab oldik, salom. Ko'ryapsizlar, qashqatqich. Qanaqa qilib monster tushunchali birinchi levelda ko'paytirib tashlaydi? Kallasi bilan urushib qolganmi? Kallenga. Qurol nima yo'q akalar? Jonni qaranglar. U 100% xolos. Bitta monster ursa ketdik. To'g'ri qochib ketib olishimiz kerak akalar. Bo'ldi, ketibdi, bitta ketibdi. Mana shu nimaga haligacha o'ylanamanda. Nimaga buni ko'zdimni tortarkin deymanda akalar. U ana tishlar. Nima meni monsterlarni men yonimdan chiqarib berdi. Nimalar qilyapmiz? Akalar, nimalar qilyapmiz? Vay, da bu ketmayapti mana yo'q.
Xulosa meni yonimda ketmayapti bu. Yonimda aylanib yuribdi. Kallenga ayog'im ko'r. Nosog'lom. Birinchi leveldan shunchalik qiyin bo'lsa, 500-levelda nima bo'ladi? Bo'ldi, ketdik. Tezroq ketib olaylik mashina. Lekin lut zo'r beryapti akalar, 15,000 ga. Birinchi levelda 15,000 akalar. Ko'kida. Vayda anu pizdukchani shar ishirib tashlaganda kallenga ayog'im. Kelmayapti qizim u sanaqa. Netta bormi? Lekin unchalik ja monster berib yubormadi, yaxshi, hali pullab bo'lsa ham o'ldiraman degan monster berib yubormadi. Jim o'tirishga o'tib ketadigan monster berdi. Jancha yaxshi ham emas, lekin yomon ham emas akalar. Ha, juda sekin-sekinda endi. Voy, shunday kerak yo'q, shunday endi. Orasida ko'zlarni o'ynataveradi. Tema qo'yapti-yu. Tushib qolmasa bo'ldi asosiy. Bu nima ekan? Nimadir bordi. Mana. Kallenga ya. Necha bo'ldi? 25,000. Ketsa ham bo'laverar olmaydi, lekin bor-ku. Voy, yurishing biroz. Ketdik akalar, ketib olamiz. 25,000 yetadi. Mettiga ham yorilib bo'lsa kerak hozir. Mashina olaylik, qolib ketmasin hech narsa. Bu git. Akalar bol. Birinchi levelda zo'r yaptı akalar, birinchi levelda yo'q. Ko'rdinglarmi akalar, jonim ketmadi. 25,000 ko'kida. Pistolet olamiz akalar, bo'ldi. Kuchayib ketdi akalar, bo'ldi. Kim bo'lmasmikin ha? Ha, bo'ldi, endi ketdi. Kallenga ayog'im. Ko'zini qarayla turibdi. Ko'rdinglarmi, nito qarash qildi. Ko'rdinglarmi, iblos. Iblos ash yo'qmadi, boqash monster, lekin bezarar ekan, yaxshi. Tak, bu yerda nima bor? Hop, mana qurol. Mana. Bo'ldi. Mana shuni olamiz aka. Buraya qurol kerak akalar. O monster chiqib qolsa, o'ldirishimiz kerak. Balki monster. Tak, endi bizga kuch bo'lsa zo'r bo'lardi-yu. Jon olamiz. Hech bir ekan bu. Arzoni bormi? Ha, arzoni bor ekan. Arzoni 21,000. O'sak yana 4,000 narsa. Bunda ikkita o'raylikmi? Ashni ikkita o'ramiz, ha. Tak, bitta. Ikkita, yana nima bor ekan? Bu nech pul ekan? 9,000. Nima qilib beradi? Nimani kuchaytirib beradi?
Bo'ldi akalar, bo'ldi. Bo'ldi. Vujudimiz kuchayib ketdi. Eplab bo'lmayapti. Okey, qurol bu. Asosiysi qurol bu. Muhimi qurol akalar. Keyin jonim oldingiz 25 ming yashincha narsa berdi. Eng qizig'i 25 ming yig'ganimizni ko'ringlar. Birinchi levelda 25 ming. Harosh, 120 60 energiya. Buni ham quroli. Muhimi qurol. Nima? O'rtacha zona. Bu ham yaxshi. Jamoatchilik zona mas'uliga ana muzey iplos edi. Ko'rdinglar-ku muzeyda. Iplos monsterlarni ham beradi. Bari iplos yashitadi. Bu hali anaqa bor, qochish imkoniyatlari bor. Buni sraz olib borib ko'ramiz. O'zimiz anaqaga. Bo'ldi. Sandiqqa solib joy tejaymiz akalar. Tak. Birinchi to'g'ridan boshlayveraylik-da. To'g'ri yo'ldan yurish kerak. Egri yo'llarga kirmaslik kerak. Ha. Videoga aytmadim, to'g'ri yo'lda yurish kerak. Kompyutermi? Voy, voy, kompyuter. 3 ta SSD bu. Video kartasi ham bor ekan. Voy, anu keldi. Adimading urushasan, adimading. Urushib beraman. Ket. Shunday kelmadi. O'qdi-da akalar. Bu ekan bu. Kalla yaxshi. Men ana qaltaga kirib olsa o'ldira olmaydi, o'ldirib yuboramiz o pistoletimiz. Hozircha yaxshi, unchalikcha yaxshi ketyapti. A few moments later. Bo'ldi. Preview uchun akalar, preview. Video ustiga. Qaysidir iflos kulyapti-da. Voy, lutlar qaranglar, bu mana shu karimit bor-ku. Qayerdan kelyapti? Ona. Endi ko'rdim, u eshik orqasida turgan. Voy, akalar lut qaranglar. Kim bo'lmayapti mana? Mashga kirib ketdi-da, adashmasam monstrligini. Nima qo'rqib ketdim. Qo'rqib ketdim ana haligini qilganda. Aytayam zo'rliklar bor ekan, ketdik. Aslan akalar ish yurishib ketdik akalar. Shu qorni katta bo'lib ketdik.
qurolni zaryadlab olish kerak. Ammo birinchi hozir shu sразу forsa ham bo'laveradi birinchi joyda. Metiylar уже 3000 ketdi ya. Metiylar уже ko'ryapsizlar. Shuncha bo'lib ketdi. Tak, hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Sekin. Ay. Asta. Хорош. Malosh. Voy, lut ko'pligini. Minus qilib tashlayapman, lekin daraxt muncha ko'p, onasini yursin. Tak. Sekin bo'lsak. Keyin ikkita narsa bor. Bo'lsak. Mana kichkina narsa chiqqani yaxshi. Men senlar sandiq sekin to'ladi, sekin to'lganda olib yurish oson bo'ladi. Hali katta narsa chiqib qolsa qimmat bo'ladi. Lekin uni olib borib olish, uni asrash ham bor. O'ziga yarasha kamchiliklari bor. Tak, bittachi hech kim yo'q. Bitta nimani ko'rsataligingni? Qayerda ko'rsatdi? Nimaga? Ashta deyapti-yu. Ha, metik. Voy, 1200 ketdi. 1200 ketdi. Sekin. Asta, sekin qilamiz. Bitta nima bor ekan? Yo'q, kamera. Buni ham. Xo'sh. Uni topishimiz kerak bor-ku, ikkinchilarni shuni oldiga olib borib qo'yaverardi. Narsa ko'payib ketdi, уже birda olib kelsak bo'laveradi akalar, уже sandiq to'lib qoldi. Mana bitta ekan. Bo'ldi, shekar hamma narsani olib kelib qo'ysam bo'laverar ekan. Tak, bitta hech narsa yo'q boshqa. Aha. Kim kelmayaptimi orqada? Akalar orqadan kelib qolgan yomon-da onasining orqadan ham qo'rqasan, ham asabiylashasan. Bu yomon narsa bo'ladi. Olmaydi orqadan. Endi to'g'ri zonamizga borib, hech kim yo'qmi? Yo'q, xarosh. Onunla katta kompüterlerden gelemedim. Yok. Kime yaklaşma. Gördüler mi? Baxtli hayot kechiraman. Endi baxtli hayot kechiraman deganda shunaqa paydo bo'ladi. Ketdimikin? Ket. Bitta narsa topib oldim. Mana kalkul mi akala mi. Teshib chiqmaydi. Sono molto olsa bu.
Alosh. Malosh. Ko'rdinglarmi akalar? Qing'ir yo'lga kirmanglar. To'g'ri yo'lda yuringlar. To'xtanglar, uni zaryadlab olay. Bo'l, zaryadla. Alosh. Malosh. Akalar bo'ldi, shuni o'zi bilan olib boramiz. Bu xonaga ham kerakli-da, monster yo'q bo'lsa kerak mana shu. Bu yerda tayinli hech narsa yo'q shekilli, qimmatroq. Xo'sh. Ha, onasiz qochib ketishini qaranglar. Qurolim olsam qochib ketyapti. Bo'ldi akalar. Shu yopib ketib olsak bo'ldi. Asosiy muammo bu yerdan yopib ketib olish. Tak, qayerda? To'g'ri deydi. Monster yo'qmi? Yo'q. Yemayapti. To'g'ri tur. Ha, bo'laveradi. Yoptiman qoldi. Bo'ldi akalar, ketdik. Ketdik akalar, ketdik. O'xshadi. To'g'ri. Ketdi. Yomon o'qib ketyapman borku. 30 ming. O'qida. Qoch. Xarosh. Haligindan bo'lib kelmasmiki? 30 ming ikkinchi levelda akalar. 30 ming bilan yo'q chiqdik ikkinchi levelda. Bo'ldi, zo'r, vashcha zo'r. Nima bor bu yerda endi? Bu nima? 20 ming. Bu qattaligini aniqlab beradiganlar, adashmasam bu. Hali qimmat narsalarni qattaligini aniqlab beradi. Tak. Mashina olaylik. Keyin jon kerak. Mashinani bitta olamiz. Agar monster hujum qilib qolsa, o'sha son bo'ladi, qoch. Keyin patdek yengil qiladigan. Undan ko'ra kuch olsak, o'zi patdek yengil bo'ladi akalar. Undan ko'ra kuch chiqishini kutamiz, shunisi yaxshi. Bitta jon olamiz. Keyin energiya unchalik kerak emas. Bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Xudo keyingi chicha pul qolib tursa, keyingi levelda boshqa narsalar qilamiz. Boshqa narsalar olamiz, yaxshiroq. Hozir undan 10 narsa chiqmadi akalar. Buni ikkiga olamiz, ishlatib olamiz. Bo'ldi. Bo'ldi akalar, o'sha 3-level. 500-level, o'sha 3-levelga o'tyapmiz. Keyin yana aytmoqchi edimki,
anu masjidda o'zimizni jigar qani deyishlari mumkin. Endi u do'nimadi degani. Endi u jigar aytdi. Jigar me o Oba, birinchi marta kelishingiz opa? Keling baqa. O yaxshi aka. O'sha birinchi levelda, birinchi joyda o'sha bo'ldi endi. Buni qila oladi. Qashna qila oladi. Surbatda. Rachki sur. Yorama, yaqinlashma. Yorama, yaqinlashma. Asabga tegma. Asabsizlar, yetdik emas. Ha, yaxshi, jigarimiz endi u o'qiyman dedi. Keyin nima unaqa qilyapsiz? Kimdir majburlayaptimi desam, "Yo, men aytdiki, men Ilon Mask bo'lmoqchiman." Keyin men aytdim, "Yaxshi edi. Keyin bunga sharoit yaratib ber. Endi qanaqa qilib sharoit yaratib berish mumkin deydigan bo'lsanglar, hol qo'ymayman-da, akalar o'zi o'qiyveradi. Hol qo'yib bezovta qilmayman." Keyin men aytdim, menga endi nima foydasi bor deydigan bo'lsanglar, Tesla kerak ekan. Tesla kerak akalar menga. O'shuning uchun men aytdim, "Bo'lo, menga Tesla olib beradi akalar." Men bu ochmayaptim. Sekin ocharkanda. Joylarga kelib qoldik-ku. Ana itam shetda ekan. Voy, yana bittami? Voy. Xat. Yuring opa. Sizni aylantirib kelay. Mana shu yo'qmi bu yerda hech narsa? Mashina erkalab qo'yaylik. Keyin ketadi. Keyin umuman bizga tashlamaydi. Bo'ldi, ketdi. Harosh, endi tashlamaydi. Nima bor bu yerda? Hech narsa yo'q. Tak, belki umuman qaytib kirmaymiz. Hech narsa yo'q ekan barcha. Bet eshigini sekin yopib qo'yamiz. Chunki adashmasligimiz uchun yordam bo'ladi ancha. Nima buni olmayapti? Otuat. G'alati ovozlar kelyapti. Oma yaqinlashmay. O'ynashmay oma. Yaqinlashmay. Yomon bo'ladi. Itni urib bo'lmaydi. Itni urgandan keyin qo'ydatlar o'ramiz. Bu katta gigantga aylanadi u. Nimalar bo'lyapti?
Nimalar bo'lyapti akalar? Okay. Bu yerda xalqi juda ham qonxo'r deydi-yu. Mana biz Repo shtatiga kirib keldik. Bu yerning xalqi juda ham qonxo'r. Tak. Hatta onun bırak yürüptüken boltası bol bırak. Nima lut oz tezroq ketishim kerak men lut qilib. Betayda ham lut yo'q. Hech qayerda lut yo'q. Yo kattaroq nimadir berish kerak hozir. Ha, aytdim-ku. Endi buni ne qilamiz? Ne qilib turib buni sekin tashlab olsak yutug'imiz bo'ldi. Endi ikkinchi joyda topib keyin harakatlantiramiz sandig'imizni. Vayda. Ikkinchi joy qayerda ekan uni? Vayda, ana Royalda olib kelish o'ta muammo ish bo'ladi akalar hali. Qayerda? Ana ikkinchi joy. Hamma joyga qarab, hammadan qarab chiqyapman. Yo'q-ku. Tak, bitta Royal oldim. Ha, naryoqlarda ekan-da. Ha, bo'ldi. Oh, zo'r o'rnashdi. Birinchi topga olaydi qattaligini. Oson bo'ladi. Nimalar bor bu yerda? Lut yo'q ovozini olayotgandim. Voy bu. Qayerda bizning sandiq? Harosh, malosh. Vayda qilib qolarkan bu. Voy. Bir qo'llab boramiz. Vayda bu burilmayapti. Sig'mayapti ishida. Sig'mayapti bu.
Vo, ket yaqinlashma. Yomon mana shu yomon asab ekanda. Bu pachaqlab yuboradi royalim endi hozir. Royal ketdi. Jonga tegdi demoqchi monsterlar ham bor-ku. O royal ham jonga tegdi. Bag'idan ko'tarsa bag'idan ko'tarib bo'lmayapti. Bo'ldi, tiqildi bu, chiqmaydi qayta. Hop. Uf, mana jonga tayyorganda mana shu o'ralash. Yo, royalda chiqartirib kelganingga yarasha. Qolaversin aka, royal qolaversin. O'ziga buyursin. Royal jonga deydi. Obomayapti royal. Mayda narsalardan o'sha royalni buni chiqarib qo'yaman. Yer bilan o'ynab o'xshayapti. Bunaqa ham bir rostlik bo'ladimi? Royal berar, royalni qo'yadi qatga. Obomaydi u royalni eng qizig'i hech qatga. Hech qachon obomaydi u royal. Sig'maydi. Siqqan taqdirda ham o'ta katta kuch kerak mana. Urvinim kut yetmaydi mana. 3-levelda royal berib qo'yadi. Gallasiga ayol. Mashta aylanib yuraveradi. Bulutlar qilib, xotirjam. Qani yurakchalik tortib nima qilarkan? Shu menga yurakchalar chiqaryapti. G'alati. Ashna qiliqlar qilyapti. Bittaga tursinda zo'r o'ynashadi. Ana shunday o'ynashdi. Sekin. Yo'q qo'ysak, xo'sh. Birga qo'y, jonim qani endi mana. Ikkiga qo'yib qo'y. Adash ezilib ketdi. Tak. Qo'ydi. 21 million yig'ilgan bo'lsa, chim yo'q. Ona jonim rozi qil, volidayni rozi qil. Bo'ldi aka, shu yetadi. Jonim yetib siqilib qolaman hozir. Hech bu 20 ming yetadi. Bo'ldi, mana 25 ming bo'ldi. Naryoqda endi 20 ming yo'qsa 45 ming bo'ladi. O'zimizda yana 10 ming pul bo'lsa, bo'ldi. Bo'ldi. Shu kuchayib ketdi akalar. Shu anu chigarimiz Elon Musk bo'lsa, Tesla ham bo'lar, shu kuchayib ketadi. O'zi ancha-unchasi mensi emas. Kir. To'g'ri qo'yib olsak, osonroq bo'ladi. Ana bu. Ketdik. Tak.
Oma Royal qolib ketdi-da. Royalga ishqim shu. Royal boshqacha edi babsi. Bu boshqacha chaylatda chalinadi akalar, u qorni ko'tarib chaladi. Eshitmagan buni. Voy, nima minus ketyapti? Birinchi marta ko'rishingiz siz? Nima hozir? Bor, jigar. Bor, ketaver. Jigar yaxshi bolada, yaxshi bolada. Qani, bitta nimalar bor? O. Ashna kichik narsalar bersa bo'lar-ku. 13 pul. 10 ming akalar, 10 ming. Bunda ham 12 ming bor. Aytdim 20 ming bo'ladi-ku. Yetish narsa yo'q. Hali deniydi-chi. Yo'q, hech narsa yo'q. Hech kim yo'q. Harosh. Bitta nimadir yo'qmi? Bir nimadirlar bermaslar. Nah, sochli qo'rmaydi. Nargini ham olib olaylik, keyin ezaylik. Oson bo'ladi. Muhimi, mashina sindirib qo'ymas. Kim yaptı bu? Uy! Seki. Yaxshi. O'shuncha kuch kerak deyman-da akalar. Nariga patda olsam bo'lardi, lekin unga sarflagan pulimni kuchga sarflaganim yaxshi-da. Ketdik. Bo'ldi. Ketdik endi to'g'ri uyga. Chekka joylarda yursak, eshik ko'p joylardan qochish oson bo'ladi. Oho, svetlar o'chdi, voydod. Eson bo'laylik. Nimaga bu svet limiti tugadimi deyman. Nima unaqa qilasiz? Nima ashnaqasiz? Nima ashnaqa qilasiz? Harosh. Bo'ldi aka. Ko'tarilib ketdi aka. Nechinchida? 3-chida. Bo'ldi aka. Boshqa tem. Ajoningda. Yo, onasini hepsini. Yo, mana sev. Voy, ikkalasi birdaniga. 47 ming degan. Voy, ming yetmayapti. Birinchi vaqt kelishingizmi? Nima ekan mashi? Gravity. Mashi gravity. Charger ekan u. Bu hamma narsani shunaqa qilib qo'yarmikin bu? Hali masalan men uni ko'tarolmayman hozir. Unchalik ko'taradi. Yo'q, ko'taralarkan. Tak, nimani ko'tarolmayman? Bitta masalan buni hozir ko'tarolmayman men. Buni ham ko'taralarkan. Meni ko'tarolmayman. Mashta tepada qanaqadir joy bo'lardi-da. Mana. Tepa ochilardi. Tepa ochilardi ekan. Lekin buni sensi sakrab chiqib bo'lmayapti. Короче, akalar, bu qurolni olaylik. Mana shuni olaylik. Kerak mashina. 100 kerak. Keyin jonimiz bor ekan.
Gravity kerak emas degan qarorga keldim. Nima bu? O, mana. Nima bu? Bunaqa qilasiz bu halsiz. Tak. Keyin erga 12.000. Mashina ol. Kuchni oldik, buni oldik. Mashina bitta oldik. Keyin bundan extra jump mashina bitta olamiz. O'zi buni olmas ekanmiz. Kerak emas. Jon olib qo'yamiz bunga. Joni ham yetmas ekan. Bu nima? Extra jump. Biz nima oldik? Kuch oldik. Keyin mana nima? Bu gravity. Qaror uzoqdan yaxshiroq ko'tarib beradigan oldik. Jon ham yetmas ekan. Bo'ldi, mana shu yetadi. Normal. Bo'ldi, 9.000 qoldi ham. O'tgan safarga o'xshab akalar. Hisobda 10.000 qoldi. 10.000 ko'kida. Ko'rdinglar akalar. 50.000 ishlayverdik, 3.000 ga. Mana, buni oldik. Voy, mana unga narsa olish esan chiqdi. Mana, keyin olamiz. Buni 2 ga qo'yib qo'ysam, buni 3 ga qo'yib qo'ysam, bo'ldi. Yuving. Hop. Mana ko'ryapsizlar akalar, Let's Play yaxshi ketyapti. O'sha 3-levelga chiqib qo'ydik. Narsalar, qurollar, ancha narsa olib qo'ydik. Ashu bir dona boltani ololmadik xolos. Ko'ryapsizlar akalar, menimcha yaxshi ketyapti. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Qo'llab turibsizlar, xudo xolasa 5-levellarda ham birgalikda o'yna nima aytsam bo'ladi. O'ynash dedik. Xullas 500-levellarga ham xudo xolasidan nasib qilsa boramiz. Agar qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsanglar, like, podpiska bosinglar, kommentga o'z fikrlaringizni yozib qolinglar. Men bilan bog'lanmoqchi yoki birga o'ynamoqchi bo'lsanglar, video tagida meni Telegram lichkam bor yoki o'sha video tagida Telegram lichkam bor. Bog'lansanglar, bemalol birgalikda Let's Play'lar qilamiz. Video tomosha qilganlaringiz uchun rahmat.